Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun ekzaminga kelgandik, pravani oldik. Ana endi hozir akalardan o'zlaridan ham so'rab bilamiz. Qani bir boshdan boshlaylik. Qani aka? Assalomu alaykum. Assalomu Bir o'zingizni alaykum. tanishtiring aka. Mening ismim Sherbek. Men pravaga keldik buni. Qayerdansiz aka? Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidan. Ekzamin qanday o'tdi aka? Hammasi yaxshi, a'lo darajada o'tdi. Ha. Hamma narsaga yordam qilib, tushunmaganlarga aytib, nima qilib, o'zlari o'rgatib. Bir kunda pravan oldingizmi aka? Ha, bir kunda oldik pravani. Mayli aka, rahmat sizga ishonish uchun. Avazbek aka qani? Assalomu alaykum. Azizlar, mana ukamiz Azamjonni nimasi bilan xizmati bilan kelib, O'zingizni tanishtiring aka. Ha, men ismim Avazbek, Andijondan. Dandiy moment shu Rizanda yashaymiz. Rizandan kelib, mana Azamjonni topib. Ekzaminlar qanday o'tdi aka? Zo'r o'tdi. Bir kunda pravani oldingiz. Bir kunda pravani olib, mana Obidjon aka sizga rahmat aka. Bo'ldi, gap yo'q. Mana Obid akam ko'radi. Kunda kelib olib ketyapmiz, mana Xudo xolasa. Rahmat hammalarga tavsiya. Sizga ham rahmat aka, ishonish uchun. Original. Mayli aka. Hop. Okey. Qani aka bir o'zingizni tanishtiring. Ismim Temur, Xorazmdanman. Yaxshi bo'ldi ekzaminlar, yaxshi o'tib oldik pravani bir kunda. Ekzaminga 100% yordam bo'ldimi aka? 100% yordam bo'ldi, rahmat. Bir kunda oldingiz pravani. Bir kunda oldik. Rahmat aka sizga, shuning uchun Sizga ham. omadingizni bersin aka. Keyingi. Qani, Qahramon aka, bir o'zingizni tanishtiring aka. Men Ergashev Qahramon. O'zbekistondan keldik. Mana Qayerdansiz O'zbekistonda aka? So'rash. Shahrisabzdan. Sharsabz, Qashqadaryo. Nasib bo'lsa mana original pravolarni oldik. Bir kunda pravani ekzaminlarga yordam bo'ldingiz 100%. Отлично. Rahmat aka sizga, shuning uchun. Xo'p, Assalomu alaykum. Meni ismim Sanjarbek, Shahrisabz shahridan. Mana o'rtoqlar bir kunga pravani oldik. Nimaga? Qo'rqmaysa, mana Azam akaga murojaat qilaveringlar. Hamma narsaga yordam qiladi. Bemalol murojaat qilaveringlar. Qo'rqmas, hammasi ishonchli. rahmat aka sizga ham shuning uchun. Xo'p, davom etamiz. Aka o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Men Xorazmdan Hayotbekman. Azamat aka aytdik, mana pravani bir kunda olib berdim mana. Rahmat. Ekzaminlar qanday o'tdi aka? Hammasi zo'r. Bir kunda pravani oldi. Bir kunda oldik hammasi. Aka, hozir sizda Sankt-Peterburgdan keldingizmi? Ha, shunday Sankt-Peterburgdan kelsiz. Rahmat aka sizga shuning uchun. Xo'p, aka bir o'zingizni tanishtiring. Yaxshimisizlar? Men Qashqadaryodan Sharsabzdanman. Mana Azamat aka bilan gaplashib, nima qilib keldik, pravani bir kunga nima qila oldik, ishonchliga. Rahmat aka sizga. Mayli aka, shuning uchun rahmat. Mana akalar, mana shuncha akalar bir kunda pravani olsa, bir qo'l ko'taramiz qani? Mayli, ishonch uchun rahmat, hammaga omad. Mana ko'rib turganlaringizdek pravan olib qaytyapmiz. Agar sizlarga ham spes texnika traktorlarga rossiyskiy prava kerak bo'lsa, pastdagi WhatsApp nomerlariga bog'lanib olasizlar. Shu akalarni ham kelgusi ishlariga omad. Nasib yaxshi zakkon texnikani gaziga bosib, soqqani bosib ishlarsin. Sog' bo'lasizlar.